Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uyghur qeyrindaşlarım. Mən sizlərə Hasıl Abdırımның "Egisiz qalğan səbiyyə" degan şeirini oqub verməkçimən. Yaqin bolsam başlarımni sipar edim. Uxlığın deb quchug'imga alar edim. Amal bolsa ziminimning to'prig'ida bir sen uchun ömür bo'yi qalar edim. Yaqin bolsam qo'shoqlarni etar edim. Qo'shig'imga palvonlarni qatar edim. Qalam bilan tizib qo'ygan o'qlarimni qara niyat kelgundiga atar edim. Yaqin bolsam sen egisiz qalmas eding. O'z yeringda o'ynab kulib harmas eding. Sahnelarda o'zga tilda naqsh etib, o'zga tonni sen ustingga artmas eding. Yaqin bolsam yanda yurib o'tar edim. Yaxshi kunni sen bilan tang kutar edim. Azad elning kelajagi degat seni, misralarim qurlariga pukar edim. 6 ayning 6 kuni 2020 yil o'qigan İzzət və Əmirdin qızı.